Men bankdan chiqyapti. Boramiz, shuni bosamiz, bo'ldi. Pulini olaman-ku. Chiki baba deyman. Qodir buni sig'mayapti. Nima sig'maydi? Ularga sig'mayapti. Ha, Xonsaroyda 1+1 aksiyasi bo'layotgan ekan. Agar bitta uy sotib olsang, yana bitta uy yutib olishing mumkin ekan. Tushunyapsanmi? O'shanga hozir boryapman. Xonsaroyda uy olgan. Ha, akalar tinchlikmi? Sen bankdan chiqyapsan, senda katta pul bor. Nima bo'ldi shunda? Ash pul bermasang, hozir bolalarim masalani hal qiladi. Aka, sizlar bilan po'lat o'ynashga vaqti yo'q. Akalar qochinglarmi o'tay? Tush. Qodir buni sig'mayapti. Ha, bolani hal qilamizmi, yo'qmi? Qidiruvdan tanib qolsa problema. Ha? Ay quloq, qulog'im tortma. Nima gap, akalar? Chekroq o'tir. Nima bu? Digo.